bugun mana sizlarga Andijon shaharlarini bir ko'rsatib kelay bugun. Ko'ryapsanmi? Domla meni qayerga durab keldi? Domla qayerga keldik? Ha, seni men avtosalonga olib keldim. Bir mashinalarni bir narxlarini ko'rib kelamiz. Mana olib qo'ying. Ko'rmoqchimiz endi. Xo'p bo'ladi. Narxi qancha bo'lyapti hozir? Narxi 96 million 932 ming so'm narxi. 50%. 50%ligi ham bir xilda bo'ladi. O'zini narxini bo'lib to'lashga bo'ladi. Boshqa chiqimlar yo'qmi? Yo'q, xudo xolasa o'zini narxini bo'lgan holatda 30% ni to'lasangiz 22 oyga bo'lib beramiz o'zini narxini. Shunaqa. Ko'raylik unda bir narxlarni. Bemalol. Xo'p, bu bunday narsa. Birinchi narxlarni ko'rsatib o'tib ketdik. Bunisi ha 154 millionligi, motori 1.5 bo'ladi, 7 o'rinli kapitanskiy sideniya bo'ladi. Buni holati shunaqa joylashgan bo'ladi. O'rtada ikkita bo'ladi-da, o'rtadan o'tish bo'ladi. Orqa tarafda 3 ta o'rindiq joylashgan, 3 odam o'tirish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Oddiy pravaga bo'laveradimi? Nimasi? Oddiy pravaga bo'laveradimi? Oddiy pravaga bo'laveradi deyishyapti. Xudo xolasa o'zi qarorda ham bor ekan. Bo'lishi. Ha, 7 ta o'rindiq. 7 ta o'rindiqlikda 7 ta odam o'tirish uchun 8 ta o'rindiqlikda ham 7 ta odam o'tirsa keyin mumkin ekan. Eshitishim bo'yicha. Ha, lekin 8 ta o'rindiqligi ham bor bundan tashqari. Shu O'zi metallarni o'zbekcha qilib qo'ysak ham bo'ladi. Metallari, motori atmosferniy 1.5 bo'lganligini hisobiga ham metal, ham propan xudo xolasa ustanovka bo'laveradi. O'zimizda xodimlarimiz bemalol ustanovka qilib berishaveradi. И plus yana garantiyani ichida qoladi. Bizdan olingan har bitta mashinaga 3 yil 100 ming kilometrga garantiya beramiz. Shuning ichida har bitta bizga qildirilgan ishlar bizda bo'ladigan bo'lsa, garantiyada turadi aka. Endi aka xudo xolasa hozircha o'zimiz damasda bo'lib turing aka. Bunga 50% to'laganingizdan keyin qolgan 50% ni mashina chiqqandan keyin to'layverasiz. Endi mashina chiqishi xudo xolasa kuzdan boshlanadi. Ungacha o'zimizda O'zbekistonda sayohat qilib tursangiz, mana sayohatchi Andijonli akamiz ekan. O'zimizda sayohat qilib tursangiz, buni xudo xolasa chet davlatlarga ham hali chiqish nasib qilsin. O'zimizda xudo xolasa olib Kuzdan gaplashamiz endi Alloh bilan. kuzda xudo xolasa aka. Alloh gaplashamiz. Xo'p, ishlarga omad, salomat bo'ling aka. Xo'p, ketdik. Kela yaxshimisizlar? Mana hozir yana keldik. Chiqavali qilib sug'urta beradi mana. Ha, hozir aka. Mana mashinamizni sug'urtalarni mana Hoji akam chiroyli qilib zo'r qilib berdi. Xudo xolasa aprel oyiga tayyormi Hoji aka aprel oyiga? Aprel oyiga tayyor. Vohaga uchoring deb qo'ying bitta. Vohaga bemalol bor bino. Bo'ldi. Salomat bo'ling inshaalloh. Mana keldik o'zimizni shaharchaga. Va nihoyat